Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan medovoy biskvit tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan masalliqlarni barchasini opisaniyada yozib qoldiraman. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda bizga 6 ta tuxum kerak bo'ladi. Barchasini birdaniga to'g'rachaga chaqib olamiz. Ustidan qoshiq ustida tuz solamiz va 100 gram shakarni ham qo'shib mikserda oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Taxminan 5 minut ko'pirtirildi. Bu holatda quyuq ko'pik hosil bo'ladi. Endi massani ustidan 100 gramda yog' solib, buni ham bir ro'ga, ya'ni 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Endi asalli biskvit bo'lgani uchun 65 gramda asal qo'shib olamiz. Buni ham 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Ustidan 40 mg da suv solinadi. Buni ham 1 ro'ga ko'pirtirib olinadi. Endi 250 gram unga 1 choy qoshiq zirhli qo'shib aralashtirib olamiz. Unni elakdan o'tkazib, asta-sekinlik bilan lopatkada qorishtirib olamiz. Shu joyda Xadija xonim menga yordam berishga tushib ketdi. Mana barchasini aralashtirib oldik. Xuddi shu ko'rinishda o'rtacha suyuqlikdagi xamir tayyor bo'ladi. 20 diametrli qolipni tagini folga bilan o'rab olib, tayyor bo'lgan biskvit xamirini quyib olamiz. 120 gradus haroratda 35 daqiqa mobaynida cho'p quruq chiqqunicha pishirib olinadi. Mana asalli biskvitimiz pishib tayyor bo'ldi. Endi buni kesilgan holatini ham ko'rsataman. Biskvitdan asal hidi kelib turadigan juda ham mayin, elastik holatda pishib tayyor bo'lgan bunday biskvitni siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha sizlar bilan yana g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Xayr omon bo'ling.